Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash deganda nimani tushunish kerak? Kimning pensiyasi oshadi? Kimniki o'zgarmasligi mumkin? Va eng muhimi, siz o'zingizning pulingizni yo'qotib qo'ymaslik uchun nimalarni tekshirishingiz kerak? Bu mavzu nafaqat pensionerlarga, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiya oladigan har bir oilaga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki bunday ma'lumotlar ko'p odamga kerak bo'ladi. Men avvalo eng ko'p chalkashiladigan joyini oddiy qilib tushuntiraman. Pensiyani qayta hisoblash degani har doim ham hammaga bir xil miqdorda pul qo'shiladi degani emas. Ko'pchilik 1 avgustdan pensiya oshar ekan, demak hammaga bir xil 100 ming yoki 200 ming so'm qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tizimida oshirish, indeksatsiya, qayta hisoblash, ustama va qo'shimcha to'lov degan tushunchalar bor. Bular bir-biriga o'xshab ko'rinsa ham, natijasi turlicha bo'ladi. Oldin qanday edi? Odatda pensiya tayinlanganda fuqaroning ish staji, oylik ish haqi, sug'urta badallari, imtiyozli davrlari va qonunda belgilangan eng kam miqdorlar hisobga olinadi. Pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim hollarda qayta hisoblash mumkin bo'ladi. Masalan, odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etsa, keyinchalik qo'shimcha ish staji yoki yangi ma'lumotlar asosida pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Yoki oldin hujjat yetishmagani uchun stajga kiritilmagan, yillar keyin tasdiqlansa, pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Endi nima o'zgaryapti? Endi 1 avgustdan qayta hisoblash haqida gap ketganda asosiy e'tibor shunga qaratilishi kerak. Pensiya miqdori amaldagi me'yorlar, tasdiqlangan staj, ish haqi haqidagi ma'lumotlar va mavjud imtiyozlar asosida qaytadan tekshiriladi. Ya'ni pensiya jamg'armasi yoki mas'ul tashkilotlar bazadagi ma'lumotlarni, fuqaroning pensiya ishini, ilgari hisobga olingan va olinmagan davrlarni, shuningdek yangi tartib bo'lsa, uning ta'sirini ko'rib chiqadi. Natijada ayrimlarning pensiyasi oshadi, ayrimlarning pensiyasi deyarli o'zgarmaydi. Ayrimlarda esa faqat qo'shimcha hujjat olib borilgandan keyingina o'sish paydo bo'ladi. Bu yerda eng muhim savol: kimga qanday oshiriladi? Men buni guruhlarga bo'lib tushuntiraman. Chunki hammani bitta qoidaga solib bo'lmaydi. Birinchi guruh ish staji to'liq bo'lgan, lekin oldin ayrim yillar hisobga olinmagan fuqarolar. Masalan, bir kishi 25 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanayotganda uning 3 yil ishlagan davri arxivdan ma'lumot chiqmagani uchun stajga kiritilmagan. Natijada pensiya 22 yil staj bo'yicha hisoblangan. Agar hozir o'sha 3 yil tasdiqlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Bu yerda o'sish katta bo'lishi ham, kichik bo'lishi ham mumkin. Chunki faqat stajning o'zi emas, o'sha davrdagi ish haqi va pensiya hisoblash formulasidagi boshqa ko'rsatkichlar ham ahamiyatga ega. Oddiy misol keltiraman. Aytaylik, fuqaro 1995 yildan 1998 yilgacha zavodda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida yozuv bor. Muhri aniq arxiv ma'lumoti topilmagan. Shu sababli u davr stajga kirmagan. Keyin fuqaro korxona huquqiy borsidan yoki arxivdan ma'lumotnoma olib keldi. Endi o'sha 3 yil tasdiqlansa, pensiya ishiga qo'shiladi. Agar bu davr umumiy stajni muhim chegaradan oshirib yuborsa, pensiya sezilarli o'sishi mumkin. Masalan, pensiyasi 1 million 200 ming so'm bo'lgan odamda qayta hisoblashdan keyin 1 million 330 ming yoki 1 million 400 ming so'm bo'lishi mumkin. Bu raqamlar shartli misol, lekin mexanizm aynan shunday ishlaydi. Isbotlangan ma'lumot bo'lsa, qayta hisoblashga asos paydo bo'ladi. Ikkinchi guruh pensiyaga chiqqandan keyin ishlashda davom etganlar. Men ko'p joyda shuni ko'raman, odam pensiyaga chiqqan, lekin yana 2 yil, 3 yil, ba'zan 5 yil ishlagan. U men ishladim. Demak, pensiyam avtomatik ko'payishi kerak deb o'ylaydi. Lekin amalda qayta hisoblash uchun ma'lumotlar bazada to'g'ri aks etishi, ish beruvchi hisobotlarni topshirgan bo'lishi, zarur hollarda fuqaroning murojaati bo'lishi kerak. Agar fuqaro rasmiy ishlagan bo'lsa, ish haqi hisoblangan bo'lsa, tegishli to'lovlar aks etgan bo'lsa, bu pensiyani qayta ko'rishga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ayol kishi 60 yoshga yaqin pensiyaga chiqqandan keyin maktabda yana 2 yil ishladi. Uning pensiyasi tayinlangan paytda 22 yil staji hisobga olingan edi. Keyingi 2 yil ham rasmiy ishlangan bo'lsa, umumiy staj 30 yilga yetadi. Agar qonunchilikdagi hisoblash tartibi bo'yicha bu qo'shimcha yillar pensiya miqdoriga ta'sir qilsa, qayta hisoblashdan keyin oyiga aytaylik 7 ming, 7 ming yoki undan ko'proq qo'shilishi mumkin. Lekin
Agar o'sha yillardagi ish haqi juda past bo'lgan bo'lsa yoki pensiya allaqachon yuqori chegara bo'yicha hisoblangan bo'lsa, qo'shimcha ta'sir kam bo'lishi ham mumkin. Uchinchi guruh. Ish haqi haqidagi ma'lumotlari noto'g'ri yoki to'liq bo'lmaganlar. Pensiya faqat necha yil ishlaganingizga qarab emas, balki ish haqi ko'rsatkichlariga ham bog'liq bo'ladi. Ba'zi odamlar pensiya tayinlanayotganda arxivdan faqat minimal ma'lumot topiladi. Oyliklar to'liq chiqmaydi, ayrim oylar bo'sh qoladi. Natijada o'rtacha ish haqi pastroq hisoblanadi. Keyin to'liq ma'lumot topilsa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Buni hayotiy misol bilan aytaman. Bir erkak kishi 1980-1990 yillarda qurilish tashkilotida brigadir bo'lib ishlagan. Uning oyligi o'sha davrda oddiy ishchilarnikidan yuqori bo'lgan. Lekin pensiya tayinlash vaqtida arxivdan faqat ishiga qabul qilingan va bo'shagan sanalar chiqqan. Oylik bo'yicha ma'lumot to'liq chiqmagan. Shuning uchun pensiya kamroq hisoblangan. Agar keyin ish haqi vedomoslari, buyruqlar, tarif stavkalari yoki arxiv ma'lumotlari topilsa, uning pensiyasi qayta hisoblanib, sezilarli o'sishi mumkin. Bu ayniqsa uzoq yillar sanoat, qurilish, transport, qishloq xo'jaligi yoki davlat idoralarida ishlaganlar uchun muhim. 4-guruh imtiyozli toifaga kiradiganlar. Ayrim fuqarolarga pensiya hisoblashda alohida yondashuv bo'ladi. Masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, urush yoki unga tenglashtirilgan davr qatnashchilari, alohida mehnat sharoitida ishlaganlar, ko'p yillik maxsus stajga ega bo'lgan ayrim kasb egalari. Bu toifalarda birgina hujjatning yo'qligi pensiya miqdoriga katta ta'sir qilishi mumkin. Misol uchun, fuqaro og'ir mehnat sharoitida ishlagan, lekin mehnat daftarchasida kasb nomi umumiy yozilgan. Aslida u zararli ishlab chiqarishda ishlagan, lekin hujjatda bu aniq ko'rsatilmagan. Agar korxona ma'lumotnomasi orqali uning ish joyi, lavozimi va mehnat sharoiti tasdiqlansa, imtiyozli staj masalasi qayta ko'rilishi mumkin. Bunday vaziyatda faqat pensiya miqdori emas, ayrim hollarda pensiyaga chiqish huquqi yoki qo'shimcha ustamalar ham muhokama qilinadi. Endi kimlar darhol xavotirga tushmasligi kerak? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha ish stajingiz elektron bazada va hujjatlarda to'liq aks etgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz to'liq olingan bo'lsa, imtiyozlaringiz kiritilgan bo'lsa, qayta hisoblash natijasida juda katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Bu yomon degani emas. Bu shuni anglatadiki, sizning pensiyangiz oldin ham to'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Yana bir holat, ba'zi pensiyalar eng kam pensiya miqdori yoki belgilangan minimal to'lovlar asosida pul oladi. Bunday odamlar uchun oshirish ko'pincha umumiy pensiya miqdorlari indeksatsiyasi yoki minimal miqdorlar o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladi. Agar qayta hisoblashda staj va ish haqi bo'yicha yangi narsa chiqmasa, faqat bazaviy o'zgarishlar ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun har bir odam nega qo'shnimniki ko'paydi, meniki kamroq ko'paydi deb solishtirganda ehtiyot bo'lish kerak. Qo'shningizning staji, ish haqi, hujjatlari, imtiyozi, pensiya turi siznikidan butunlay boshqa bo'lishi mumkin. Yana muhim jihat, pensiya oshishi har doim bir xil foizda ko'rinmaydi. Masalan, ikki pensiyalarning ikkalasi ham shartli ravishda 10% ta'sir bo'lsa, biri 20 million so'm olayotgan bo'lsa 20 ming so'm qo'shiladi. Boshqasi 2 million so'm olayotgan bo'lsa 200 ming so'm qo'shilgandek ko'rinadi. Odamlar shu joyda unga ko'p, menga kam deb norozilik bildiradi. Aslida baza miqdori boshqa bo'lgani uchun yakuniy qo'shimcha ham boshqa chiqadi. Men endi eng muhim nozik jihatlarga o'taman. Birinchi noziklik, mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi har doim yetarli bo'lavermaydi. Agar yozuvda sana, lavozim, tashkilot nomi, muhr yoki rahbar imzosi bo'yicha muammo bo'lsa, pensiya jamg'armasi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Ayniqsa eski yillardagi korxonalar tugatilgan, nomi o'zgargan yoki boshqa tashkilotga qo'shilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. Shuning uchun daftarchamda yozilgan-ku degan gap amalda hamma vaqt muammoni hal qilmaydi. Ikkinchi noziklik, norasmiy ishlagan davr pensiyaga qo'shilmaydi. Bu ochiq, lekin juda muhim haqiqat. Odam 10 yil ishlagan bo'lishi mumkin, lekin mehnat shartnomasi bo'lmagan, ish beruvchi rasmiylagan, ish rasmiylashtirmagan, ish haqi konvertda berilgan, soliq va badallar aks etmagan bo'lsa, bu davrni pensiya stajiga kiritish juda qiyin bo'ladi. Ba'zan guvohlar, sud tartibi, qo'shimcha hujjatlar orqali ayrim masalalar ko'riladi. Lekin bu oson yo'l emas. Shuning uchun men doim aytaman, rasmiy ish staji bu kelajakdagi pensiyaning asosiy poydevori. Uchinchi noziklik, bola parvarishi, harbiy xizmat, o'qish, nogiron qarindoshni parvarish qilish kabi davrlarning har biri
alohida tartibda ko'riladi. Ko'pchilik men o'qiganman demak stajga kiradi yoki men bolalar bilan uyda bo'lganman. Hammasi qo'shilish kerak deb o'ylaydi. Lekin har bir davr uchun qonunda belgilangan shartlar, yillar chegarasi tasdiqlovchi hujjatlar bor. Masalan, bola tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar. Harbiy bilet, o'qish davrini tasdiqlovchi diplom yoki arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'lishi mumkin. 4-noziklik. Familiya o'zgargan bo'lsalar bir-biriga mos bo'lishi shart. Bu ayniqsa ayollar uchun dolzarb. Mehnat daftarchasi qiz familiyasida, pasport hozirgi familiyada, diplom boshqa yozuvda, arxiv ma'lumotida ismning bir harfi boshqacha bo'lishi mumkin. Bunday kichik ko'ringan farqlar pensiya ishida muammo tug'diradi. Masalan, Gulnora o'rniga Gulnara, Abdullayev o'rniga Abdullayev yoki pasportdagi tug'ilgan sana bilan mehnat daftarchasidagi sana mos kelmasa, mutaxassis hujjatni avtomatik qabul qilmasligi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, FHDYO ma'lumotnomasi yoki sud orqali faktni tasdiqlash talab qilinishi ehtimoli bor. 5-noziklik. Pensiya qayta hisoblanganda pul qaysi sanadan boshlab to'lanadi degan masala. Ko'pchilik men 5 yil oldin hujjat topmagan edim. Endi topsam 5 yil uchun hammasini berishadi deb o'ylaydi. Amalda bu masala murojaat sanasi, hujjat taqdim etilgan sana, xatolik kim tomonidan bo'lgani va qonunchilikdagi muddatlarga bog'liq. Agar fuqaro o'z yangi hujjat olib kelgan bo'lsa, ko'pincha qayta hisoblash shu murojaat asosida amalga oshiriladi. Agar davlat organi xatosi sabab kam hisoblangan bo'lsa, unda boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Shuning uchun menga oldingi yillar uchun ham bering deyishdan oldin sababni aniq ko'rsatish kerak. 6-noziklik. Ishlayotgan pensionerlarning holati. Agar pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrim to'lovlar, ustamalar yoki qayta hisoblash masalalarida amaldagi tartibga qaraladi. Ish beruvchi ma'lumotlarni vaqtida topshirmasa, xodimning rasmiy ish haqi to'g'ri ko'rsatilmasa, keyinchalik pensioner o'z huquqini isbotlashga majbur bo'ladi. Shuning uchun pensiyada bo'lib ishlayotgan odam har yili hech bo'lmasa bir marta o'zining ish staji va hisoblangan daromadlari bazada aks etayotganini tekshirish kerak. 7-noziklik. Bir xil yoshdagi odamlar bir xil pensiya olmaydi, bu ham ko'p bas keltirib chiqaradi. Ikki kishi bir mahallada yashaydi, ikkalasi ham 65 yoshda, lekin biri 1 million 100 ming so'm, boshqasi 2 million 300 ming so'm oladi. Buning sababi ko'pincha ish staji, ish haqi, kasb hujjatlarining to'liqligi va imtiyozlarda bo'ladi. Pensiya bu faqat yoshga qarab beriladigan bir xil nafaqa emas. U oldingi mehnat faoliyatining huquqiy va moliyaviy aksidir. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar siz 1 avgustdan pensiya qayta hisoblanishi haqida eshitgan bo'lsangiz va mening pensiyam to'g'ri hisoblanganmi degan savol tug'ilsa, birinchi qadam. Pensiya ishida qaysi yillar hisobga olinganini aniqlang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Hozir ko'p xizmatlar elektron shaklda ham ko'rsatiladi. Lekin hujjatlari eski bo'lgan odamlar uchun shaxsan borib aniqlashtirish ko'pincha foydaliroq bo'ladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni, pasportingizni yoki ID kartangizni, pensiya guvohnomangizni, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi ma'lumotlari kabi hujjatlarni bir joyga yig'ing. Men buni oddiy papkaga solib qo'yishni tavsiya qilaman. Chunki pensiya masalasida bitta hujjat yetishmasa, jarayon cho'ziladi. Bugun kerak bo'lmagan qog'oz ertaga asosiy dalil bo'lib qolishi mumkin. 3-qadam, mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni tekshiring. Ishga kirgan sana bormi? Bo'shagan sana bormi? Buyruq raqami bormi? Tashkilot muhri bormi? Lavozim aniq yozilganmi? Agar biror joyda yozuv xira, muhr o'qilmaydi, tashkilot nomi noto'g'ri, sana tushib qolgan bo'lsa, oldindan arxivga murojaat qiling. Korxona hali ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma so'rang. Korxona tugatilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga, ba'zan yuqori tashkilot arxiviga murojaat qilish kerak bo'ladi. 4-qadam. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Faqat staj emas, aynan maosh ham muhim. Agar siz yaxshi lavozimda ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz past chiqqan bo'lsa, sababi ish haqi ma'lumotlari to'liq olinmagan bo'lishi mumkin. Arxivdan faqat staj emas, balki oylik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma ham so'rash kerak. Murojaatda falon yildan falon yilgacha ishlagan davrim bo'yicha ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman deb aniq yozish foydali. 5-qadam. Pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Og'zaki so'rash yaxshi,
lekin yozma murojaat natija beradi. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening pensiya miqdorimni qayta hisoblab chiqishingizni. Pensiya tayinlashda hisobga olingan ish staji va ish haqi davrlari bo'yicha ma'lumot berishingizni, taqdim etayotgan qo'shimcha hujjatlarimni pensiya ishimga qo'shib ko'rib chiqishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Asl nusxalarini esa ko'rsatish uchun olib boring. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi qayd yoki ro'yxat raqamini olishni unutmang. 6-qadam. Javobni kuting va javobni diqqat bilan o'qing. Agar sizga asos yo'q deb javob berishsa, sababini yozma shaklda tushuntirib berishlari kerak. Qaysi davr nega qo'shilmadi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi me'yor asosida rad etildi? Mana shularni bilmasdan turib bahslashish qiyin. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yuqori turuvchi organga yoki huquqiy maslahat beruvchi mutaxassisga murojaat qilish mumkin. 7-qadam. Qo'shnilar, tanishlar yoki ijtimoiy tarmoqlardagi gaplar bilan emas, o'z hujjatingiz bilan ishlang. Men ko'p ko'rgan holat, odam falonchiga qo'shibdi, menga nega qo'shmaydi deb boradi. Mutaxassis esa uning hujjatini ochib qaraganda staj kam, ish haqi ma'lumoti yo'q yoki imtiyoz tasdiqlanmagan bo'ladi. Shuning uchun eng kuchli dalil bu aniq hujjat. Hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qilsangiz, natija olish imkoniyati ancha yuqori bo'ladi. 8-qadam. Agar ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, ularni yolg'iz yubormang. Keksalar ko'pincha savolni to'liq bera olmaydi. Javobni eslab qolmaydi. Qaysi hujjat so'ralganini tushunmay qaytadi. Farzandlari yoki yaqinlari yordam bersa, jarayon ancha osonlashadi. Bitta papka tayyorlang, hujjatlarning nusxasini qiling. Ariza matnini oldindan yozib boring, qabulda berilgan javoblarni yozib oling. Yana bir amaliy misol aytaylik. Onangiz 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. U 1978 yildan 2005 yilgacha ishlagan, lekin 1966-1990 yillardagi bitta korxona davri hujjatda muammoli. Siz arxivdan ma'lumot olib keldingiz va o'sha 4 yil stajga qo'shildi. Bundan tashqari, o'sha yillardagi ish haqi ham tasdiqlandi. Qayta hisoblashdan keyin pensiya 1 million 280 ming so'm bo'lishi mumkin. Bu oyiga 130 ming so'm farq. Bir qarashda juda katta emasdek ko'rinadi. Lekin bir yilda 1 million 760 ming so'm bo'ladi. Keksalar uchun dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar borligini hisobga olsak, bu juda muhim pul. Yana boshqa misol. Otangiz pensiyaga chiqqanidan keyin 3 yil qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. Lekin ish beruvchi hujjatlarni kech topshirgan yoki ayrim oylar bo'yicha ma'lumot noto'g'ri ketgan. Siz pensiya jamg'armasidan tekshirtirdingiz, soliq organlari yoki ish beruvchidan ma'lumot oldingiz. Agar bu davr qonun bo'yicha pensiyaga ta'sir qiladigan bo'lsa, qo'shimcha hisoblanadi. Lekin agar ish norasmiy bo'lgan bo'lsa, men har kuni ishga borganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Mana shu farqni hamma tushunishi kerak. Yana bir muhim maslahat: telefon orqali kelgan shubhali takliflarga ishonmang. Ba'zan firibgarlar pensiyangizni oshirib beramiz, kartangizga qo'shimcha pul tushiramiz, kod ayting, pasport rasmingizni yuboring deb aldashi mumkin. Hech qachon bank kartangiz kodi. Plastik karta ma'lumotlarini begonalarga bermang. Pensiya masalasi rasmiy idora orqali yozma ariza va hujjatlar asosida hal qilinadi. Kimdir pul evaziga tezlashtirib beraman desa ham ehtiyot bo'ling. Qonuniy asos bo'lmasa, hech kim pensiyani haqiqiy hisobdan tashqari oshirib bera olmaydi. Demak, 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasida eng asosiy narsa shuki, hammaning pensiyasi bir xil oshmaydi. Kimning hujjatlari to'liq, staji to'g'ri, ish haqi ma'lumotlari aniq va imtiyozlari tasdiqlangan bo'lsa, o'sha odamning pensiyasi qonuniy asosida qayta ko'riladi. Kimda yangi hujjat, qo'shimcha staj yoki oldin hisobga olinmagan ma'lumot bo'lmasa, katta o'zgarish bo'lmasligi ham mumkin. Bu yerda asosiy qurolingiz gap so'z emas, hujjat, ariza va rasmiy javobdir. Men sizga tavsiya qilaman, bugun ota-onangizning yoki o'zingizning pensiya hujjatlaringizni tekshirib chiqing. Qaysi yillar kiritilgan, qaysi yillar tushib qolgan, ish haqi to'liq olinganmi, familiya va sanalarda xato yo'qmi, imtiyozlar tasdiqlanganmi, shularni aniqlang. Agar shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling va javobni qo'lingizga oling. Sizningcha pensiyalarni qayta hisoblashda eng ko'p muammo qayerda? Hujjat topishda, stajni tasdiqlashda yoki idoralardan aniq javob olishdami? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha
yana muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.